Ilohim ya. Allohu akbar. Shoshyapsizmi? Ha, shoshaman. Men bilan yig'ib qo'yur, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Voy, kechirasiz, bilmay qoldim. Shoshayotganingizda juda noto'g'ri ish bo'ldi-da. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Mayli bor, boshqasini tayyorlab olib kelib ber. Xo'p, hozir boshqa kimingizni olib chiqib beraman, xo'pmi? Assalomu alaykum xo'jayin, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Haligi xo'jayin, men ozgina kech qoladigan bo'ldim. Sababi Nimaga kech kelasan? Kallang joydamisan? Bir dunyo turibdi ishxonada. Senlarga nimaga oylik to'layapman o'zi? Hamma kech kelasan, voqlik ketasan. Bo'l tez ishga kelgin, o'yinchoqmi senga ish? bo'ldi, xo'p bo'ladi. Hozir boraman tezda. Mayli. Shunaqa bo'lish kerak ekan bo'ldi-da. Mana adasi, kiyimingizni kiyib oling. Mana tayyorlab qo'ydim. Kechiring, bilmay qoldim. Kechirim so'raysiz, ha? Sen ataylab qilganing yo'q-ku. Shunaqa bo'lish kerak ekan bo'ldi. Uni ustiga g'azablanmasligi, jahldan tushishligi buyurilganmiz. Har bitta ish Allohning izni bilan bo'layotganini bilib turib ham isyon qilishimiz noto'g'ri. Keyin mayda-chuda narsalarni deb turib, oilamni dars ketishini xohlamayman. Sani ko'ngling, diling og'rib, menga nisbatan boshqacha fikrda bo'lib qolishingni xohlamayman. Bu narsalar ko'ngilni og'ritishga arziydigan narsalar emas. Keyingi safar bu xatoni boshqa takrorlama, xo'p? Xo'p, kechiring, boshqa tarilmaydi.